Shokirjonni baxt videosiga yasab bosh operatorining jiyani Rustamjon Masolihni onamni asra xudoyim degan qo'shig'i bor edi. Internet sahifalarida ham eshitganmisiz, so'rab aytdi. Endi unga ruxsat berdi. Rustamjonni ham Alloh rahmat qilgan bo'lsa, onajonlarini bir onalar bemor bo'lib qolgan paytda uyda o'tirib bir ijod qilib yaratgan Allohim onamni asragin deb o'tirib bir qo'shiq yaratgan. Rustamjon Masolihdan ko'p eshitgansizlar. Ruhlari shod bo'lsin. Shuning uchun bu qo'shiqni o'zini qo'shig'i edi. Endi mana shu yigitga so'radi tog'asi. Jo'rabek Boynazarov deganda mana shu yerda qo'shiq paydo bo'lyapti endi mana sizlar tomonidan. Xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi bu yigit ham sizlarga. Shuning uchun sog' salomat bo'lsinlar. Chiroyli bir qo'shiqlar bilan tabriklab davom etamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bu qo'shiqimiz onajonlarimiz uchun.